Qo'y, o'zingni bos, qalaysan? Asa 1 yil bo'ldi, jonivor. Hozir eshitsangiz g'alati bo'lib qolasiz. 9 million 800 ming so'mga olingan buqalar mana qaranglar. Bu unisi, nariginisi mana 1 yil deganda, o'sha salkam tonnalik buqalar. Bu yoqda bittasi bor. Kichikrog'i mana shu ekan. Kichikrog'i shu qoyanozni qarang aka. Bu yaqinda baylangan. Bu yaqinda kirganmi? Ha, yaqinda kirgan. Mana bu yog'i. Bundan bu yog'i. Ha, 5 dona. Mashalloh. Komil aka hozir 1 yilda bittadan hozir har bittasi necha puldan rasxod qildi? Xudo xolasa mashlarni rasxotini odamlarga kelganlarga ham aytyapman. Akalar kunjara bermasdan bug'doy olmasi bilan makka olmasi kepakda aralashtirsanglar, summasi haligidaqa arzonlashadi, tan narxi. Mashlar 1 yil ichida 4 million so'mdan yedi. 4 million so'mdan. 4 million so'mdan yedi. 9 million 800 dan kelgan. 9 million 800 dan. 9 million 800 dan kelgan. Bori 10 milliondan de, mashg'ulot turish 14 millionga turibdi rasxoti bilan. 800 kilo, 830 kilodan chiqdi tortib qo'ydik. Endi u yog'ini mana shu holat 14 million-da. Ha, u yog'ini hisoblamaydi, o'zlari kalkulyator yurib oladi chorvadorlar. Vaqiylar, chorvadorlarga maslahatim, vaqiylar Xudo xolasa baraka topadi.